sizlar bilan gold. What the nima bo'ldi hozir? Nimadir bo'ldi hozir? Tuman qanaqadir. Devas qatidi. Devas qatyapti shu-da. Sizlar bilan gold man. Bugungi videomizda horror bo'ladi. Qattiq o'yin bo'ladi bugun, qo'rqinchli o'yin bo'ladi bugun. Nimagadir tapor bermabsam, topmabman, ko'rmabman. Tezda bilan yig'ishtiramiz. Xo'p, bizga hozir nimalar berdi? Tug'ilganimizda bizga kitoblar beribdi, kitoblar. Qanaqadir keraksiz. Ularni tashlab olish kerak. Foydasiz. O'qib chiqqim kelmayapti to'g'risi. Bilmaydi. O'qish kerakmi? Okey. Buni qanday ochadi? Hozir tekshirib ko'ramizmi? Bu nima? Hop. Nimadirlar yana. Yana nimadirlar. Qanaqadir moblar ko'rsatyapti. Chiqib qanaqadir moblar haqida kitobcha. Hop. Zo'r yaxshi bo'ladi nimadirlar. Buni qo'limizga olamiz. Video boshlandi. Xo'p, bizga birinchi kerak bo'ladigan narsa hozir bizda nima bor? Bitta hop qilamiz. Olamiz. Bo'ldi. Endi birorta qishloq qidirish kerak. Bizga birorta struktura mod qo'shdim. Strukturalar ichida narsalar bo'ladi. Men qishloqcha topishim kerak birinchi o'rinda hozir. Bitta narsani ko'ryapman. Jitellar ham zombiga aylanarmikan degan savol bor. Men adashmasam haligi modni qo'shdim. Haligi jitel baqiradi. Og'zi katta bo'lib ketadi-yu. O'sha modni qo'shdim. Ehtiyot bo'lish kerak. Hamma hayvon, hammasidan nima? Bu ikkalasi turgan narsa bir-biriga voy! Nima bo'lyapti? Nimaga o'zinikini qamab qo'yganmi bu? Voy, urushma. Yordam! What the fuck? Nima bo'ldi? Ko'ryapsizlarmi? Qayerga joyda paydo bo'ldim. Spawn bo'ldim. Mana olamiz. Nima bo'ldi hozir? Hop, buni olamiz. Bu ikkalasi bir-biri turgan joyi bir-biriga devor yapdi-yu. To'xtalamani ham olamiz. To'xtalama. O'zimga olishim kerak. Voy. Nima? Foyda hozir hammasini ko'rib chiqamiz bo'ldi. 3 sekund boshdan bitta. Voy, nima bo'lyapti menga bugun? Astagfirulloh. Sovg'a bu sizga, bro. Tavba qildim. Bunaqa joy spawn bo'lishi, qanday qilib? Ko'rdinglarmi? Shu narsa bo'lgani uchun bitta videoga like va podpiska bosib qo'yinglar. Mana pillagerlar bilan bilay qishloqlar bitta joyda. What the fuck? Mana u qanaqa joy endi? Voyda miyam boshim aylanib qoldi. Kulaymi, yig'laymi tushunmayapman bola. Kommentariyaga yozib o'ringlar. Nima spawn bo'lyapti? O'rgimchak ekan, buni tushuntiramiz sizni. Kelaverasiz bizga ortiqcha muammo. Ular ochsa bilan qanaqadir strukturani o'ziniki. Endi bu nima endi? Endi bunisi nima endi? Bitta joyda, bitta joy. Golem firmami? Golem firmami? What the? Vallahi men aytyapman. Men bular qurmadim. Men qilmadim bu narsalarni.
Erkecha gap bor-ku, erkecha gap. Men birinchi marta ko'ryapman bu narsalarni. Qanday bunaqa bo'lishi mumkin-a? Bu kulgili emas, kimdir ustimda kulyaptimi nima? Qo'y, cho'chqani qarang. Birot qanday chiqadi betga? Qanday chiqadi? Qanday chiqadi? Blok sindirib chiqish kerak. Ikkinchisi уже. Qattan spam bo'lyapti. Hop, blok sindiramiz hozir. Vallahi men buni tezda ko'rishim kerak. Nima bo'layotganini tushunmayapman to'g'risi. Sizlar tushunayotgan bo'lsanglar kommentariyga yozib yuborasizlar. Sizlar qanday tushunasizlar? Men tushunmayapman. Ha. Men hozir horror mod o'ynab turib, shuncha improvizatsiya bo'lyapti. What the mana bular qurib qo'ymadim. Hech nima qilmadim. Men shunchaki merga kirdim. Kirsam mana shunaqa nimadir deydi. Shunaqa narsalar bo'lyapti ekan. Tom ketib qoldi. Men bitta mod qo'shadim. Nima deydi? Shunaqa suruq turadi. Bunaqa qurib beradi xolos bular. Bunaqa bir xil joyga qurib bermaydi bunaqa. Tushundinglar-ku? Golemni paydo qiladigan narsami? Bu joy menga kerak bo'ladi. Bo'ldi, men mana shu qishloqda yashayman bugundan boshlab. Hozirdan boshlab. Nimaga desanglar, bu golemda paydo joyim ketdi. Qilib temir, temir. Temir, o'sha nima qilib beradigan joy. Bu nima? Oltinmi? Kimdir o'ldi. To'xtatinglar, chatda Minecraft stilda qiladi. Zo'r, bo'ldi. Bu nima? Bu jitil. Men aytda qanaqadir struktura ko'rdim hozir, to'g'risi. U yoqda pushti rangida. Men tushunmayapman hozir nima bo'layotganini. To'g'risi men miyam bor-ku, portlab ketdi deyapti. Qaranglar, bitta bu, bitta maytda ham bitta narsa bor. Mana bunaqa qanaqadir. Nimadir yozyapti. Nima bu? Haligi naqa hayvoncha-yu. Zo'r. Yaxshi. Mod kichkinasimi? Yo'q, mod kichkinasi o'xshaydi. Otlar, har xil fermalar, qishloqchani oldida pillagerlar joyi, pillagerlarning oldida golem paydo qiladigan joy, golem paydo qiladigan joyda oldida ko'prikda oldida sariq daraxtlar, keyin o'tgan qishloqchami? Daraxtlar bor ekan. Aytayam birorta struktura bormikan? Juda. Struktura bor joyda daraxt bo'lar ekan-da, shunaqa rangli. Men hozir bildim shuni. Chunki hamma struktura bor joyda atrofida nima bu? Tushunarsiz. Xo'p. Biror nima topib olaman. Adashmasam bu videoda hech nima qurmaymiz, hech nima qila olmaymiz, faqat aylanib yuramiz mana shunaqa narsalar ko'rib. Cho'ta horror modlar ham chiqqan yo'q, moblar. Bitta no tarafi men bu modda o'ynab ko'rdim. Bu videodan oldin bu nimada kirmadim. Bu setga kirmadim. Bitta boshqa o'zim mir ochib turib o'ynab ko'rdim. Kechqurun tushganda meni device'im unchalik ko'tara olmayapti. O'yinda qatyapti, atrof tuman bo'lib ketar ekan. Shuni hisobiga qatiryapti. O'sha device'im. Shunaqa gaplar. Voyda, Nima bormi? Men sandiqqa o'xshab ketar ekanman uzoqdan qaraganda. Bu qardoshmi? Nimaga bitta joyda bular tushunmayapman men. Hali ham kirdim betga. Bu qatdan paydo bo'lib qoldi qo'limga. Bizim shekilli. Hop. Oy. Bo'ldi, bo'p tura. Ketdik. Qachon qildim? Yana narsalar olsak. Если что, betga spam point qo'yib turib, aylangan ketamiz. Hozir ketamiz. Hozir ketmoqchiman. Mana shu spam point qo'yaman.
hozir bitta sizlar kechqurun ko'ringlar, hammasini ham qo'yib qo'yaman. Hech nima olib ketmayman o'zim bilan. Sahranit invertar qo'yganman. Ovqat olmayam ekan deyapman o'zim bilan. Mana sasaga olmalar qanaqadir eskirgan. Tushunarsiz? Xo'p, bo'ldi. Spam qo'yib qo'ydim, ketdim. Qarab turaylik. Shunaqa qattiq qoching joy baqira olmaydim bu. Ketdik. Shunchaki aylanamiz. Strukturani ko'rgani. Ichida narsa bo'lsa olamiz. Chunki bo'lishi mumkin. Qorong'i tushib boshlayapti. Qorong'ida cho'chqalar ashtaqa hayvon keladi. Kimdir baqiryapti. Tuman boshlanyapti. Devos qatiydi-chi. Sizlarga bilinadi ancha. Menga ham bilinadi chunki. Hop. Itlarning sal jimirlaydi-yu. Ashtaqa bo'lyapti hozir. Chunki bu mod qo'rqitadi odamni. Devosim ovozini pasaytirib olganman shu. Yaxshi ham. O'zi baqirib borsa, o'tiraman. Uyda bitta o'zimman-da. Uyda bitta o'zing bo'lib turib, horror o'ynayapsanmi deydi. Qatish boshladi. Go'shim qolmadi. Birorta struktura topmadim. Topmadim-ey. Men nima yuribman? Zombi bilan teng yuribman hozir bilaman shuni. Birorta qishloqcha ham yo'qmi? Atrofida bitta ashta bor xolasmi? Osh skelet otyapman. Yo'q. Quyonmoq kampdi-yu. Yo'q, boshqacha. Faqat uycha. O'lishim mumkin hozir. To'g'risi. 2,5 jonim bor. Bizamiz. Ketdik. Voy! Astagfirullah. Yugurmayman, to'g'risi. Itim jimirlayapti. Öldük. Bu yomon. Voy, astagfirullah. Voy, yordam. Ey, Galim. Voy, Ey, bit. Ay. Bunu qaraydi. Voy. Ey, qochasanlar-a. Oy. Baqiryapti. Yomon baqiryapti-mi? Voy! Kichkina qishloqi. Voy, kichkina zombini ko'rganman, kichkina qishloqini ko'rmaganman. Qanchalik tez yuradi? Kelyapti ekan. Kulyapti dal. Bundan keyingi qismda men pistolet modim bor, ashuni qo'shaman. Menga farqi yo'q, tuman bo'lib ketdi, devas qatyapti, boshim aylanib ketdi, meni baqiryapti, aytdi. Mana ular yonyapti orqasi. Moldi. Voy, astagfirullah. Mayda skelet qanaqadir nimadirlar paydo bo'lib ketgan. Skerikov, asha nima edi? Mollar, qo'rqinchli mollarmi, ashaqa deb yozibdi. Bizning yaxshimi joyga? Ey, astagfirullah. Voy, bolalar, bugungi video shu yerda tugaydi. Sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar, hammaga xayr.